yaqinlarim 3,5 soti 6 xona joyi yer hisobida berib yuborishyapti. Toshkent shahar Chilonzor tumani Zarkent 2-tor ko'cha bo'ladi. Mahallani qaranglar zo'rligini. Shu xonadon savdoga qo'yilyapti. Zo'r, qaranglar fasatini o'zi bir 15 metrdan oshiq. 3,5 soti 6 xona kelishtirib yer narxida berib yuboraman deyaptilar. Gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. 3 ta oila joylashib bo'ladi. To'g'rida 8 ga 4 metrli uzun zal, 4 ga 5 xona. Xuddi shunaqa bu yerda ham 8 ga 4 zal, 5 ga 4 xona. Bu yerda ham shunaqa 8 metrga 4 metr, 5 ga 4 yotoqxonasi bor. Tegida podvollari bilan pishgan g'ishtlardan bo'lgan. Yer hisobida berib yuborilayotgani uchun uy joylarni ko'rsatmayapmiz. Hatto uy joylari ham yevro remontlarda olib kirib birga ko'rsatib qo'yamiz. Pastda egasini nomeri. Kelishtirib, mana shu rayonda eng arzon 1 sotiga nech pulligini topishsin, o'sha narxida uy joylari bilan berib yuboraman deyaptilar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, srochniy kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, keyin qidirib topolmay yurmasligingiz uchun. Sog' bo'linglar. Tepada mani nomerlarim, pastda egasini nomerlari. Ketdik.